qonunimiz qabul qilinganiga ham 8 oy muddat bo'lib qoldi. Bu borada amalga oshirilgan ishlar, bugungi kundagi muammolar, xodimlar xatlov ishini olib borish paytida bir xil fuqarolar tushunmayapti. Ya'ni uyga kirgizmaslik holati bor yoki uyda odam bo'lmaydi. Bitta obyektga 4-5 marta chiqishga to'g'ri kelyapti. Ortiqcha 3 karra sovuq to'labdi har oyda. Bu hozir agar huquqlar e'tirof etiladigan bo'lsa, bu stabil, ya'ni o'sha Soliq kodeksida belgilangan, o'sha qonunchilikda belgilangan normada bir xil to'lovni amalga oshiradi. Ya'ni 2 barobar ortiqcha to'layapti. O'zi obyektimizga 2 xil soliq hisoblangan bo'ladi. O'sha obyektni egallab olgan yer maydoniga nisbatan hamda uni ustida qurilgan bino inshootga nisbatan. Bitta mahallada 100 ta xonadonni ko'rish kerak bo'lsa, bittasi qolgan bo'lsa ham keyingi mahallaga o'tirmaydimi shunda? Fuqarolar iltimos qilamiz, ya'ni uyiga xatlovga keldim deb pul talab qilsa, bu ishonmanglar, bu noto'g'ri bo'ladi. Bu fuqarolarga tushuntirishimiz kerak. Nima beradi? Shu fuqarolarga ijtimoiy, o'sha iqtisodiy muammolarni hal qilish uchun yo'naltirilganda bu narsa.